بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا عليم. Suhbatlarimiz Qur'on menga ta'lim berdi mavzusida davom etadi. Alloh taolo Kahf surasida واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا. Ey Muhammad alayhissalom, siz Makka mushriklariga ikki kishining misolini keltiring. Biz ulardan biriga ikki uzumzor bog' qilib berdik va u uzumzorlarning atrofini xurmolar bilan o'radik, xurmozor qildik va o'sha ikki bog'ning orasini ekinzor qildik. Ya'ni butun ajoyib bir ne'matga aylantirib, yaxshi bir bog' qilib berdik, deyapti Alloh taolo. Chunki Alloh taolo o'sha yerda tabiatni yaxshi qilib, shuni bog'larini gullatib, yashnatib qo'ydik, deyapti. Albatta bu Allohning har bir bergan ne'mati imtihon uchun qiladi. Kiltal jannatayni atat ukulaha va lam tazlim minhu shay'a va fajjarna khilalahuma nahara. U ikkala bog' o'zining mevalarini to'la to'kis berar edi. Ya'ni mevalarini juda ham yaxshi, hosildor qilib berar edi va u ikki bog'ning orasidan buloq ham otilib chiqadigan qilib qo'ygan edik, deydi Alloh taolo. وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَنَا أَكْثَرُ مِنكَ مَالًا وَأَعَزُّ نَفَرًا. وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ. Ulardan birisini moli dunyosi bor edi. Meva chevasi, moli dunyosi bor edi. Bu yerda ikki kishi haqida gap ketyapti. Birisini moli dunyosi ko'p edi. Faqala li sohibihi. U sherigiga dedi, do'stiga, men sendan mol jihatdan ko'proqman, meni molim ko'proq va meni nafarim, ya'ni kuchim sendan ko'ra quvvatliroq dedi. Odamlarim, ishchilarim, yordamchilarim sendan ko'ra ko'proq dedi. Maqtandi, kibrlandi. وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ قَالَ مَا أَظُنُّ أَن تَبِيدَ هَذِهِ أَبَدًا. Va bu o'z nafsiga zulm qilgan mag'rur inson bog'iga kirar ekan, aytdi: "Ma azunnu an tabida hadhihi abada." Bu bog'larim hech qachon yo'qolmaydi. Mana shunday gullab yashnagan va mo'l-ko'l qilib ko'p hosil bergan holida qoladi, dedi. وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِن رُّدِدتُّ إِلَى رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِنْهَا مُنقَلَبًا. Va men qiyomatni qoim bo'ladi deb o'ylamayman, dedi. Qiyomatga shak qildi. Va agar qiyomat qoim bo'lgan taqdirda ham, men Robbimga qaytarilganimda ham, men u yerda bundan ham yaxshirog'ini topaman. Ya'ni bu dunyoda shunday ko'p mol-u mulkka erishganim kabi, agar qiyomat qoim bo'lgan taqdirda ham, men Robbimga qaytarilgan taqdirimda ham u yerda bundan ham afzal bir hayotni topaman, deb o'zicha mag'rur bo'ldi. Allohni bergan ne'matiga shukr qilishni o'rniga, Allohni bergan ne'mati ortidan kamtarin bo'lishni o'rniga, chunki Alloh taolo unga aql berdi, fahm, farosat berdi. O'sha ikkita bog'ni u uchun o'stirib qo'ydi. Agar qurg'oqchilik qilganida o'sha buloqni
yer ostidan otilib chiqib turadigan buloqni suvini quritib qo'yganida u bog'lari qurib ketgan bo'lar edi. Alloh taolo berdi, unga sog'lik berdi, salomatlik berdi, moli dunyo berdi, lekin u kibr qildi, do'stiga men sendan afzalman dedi, qiyomatni qoyim bo'lishiga shak qildi. Agar bo'lgan taqdirda ham men u yerda bundan ham yaxshisini topaman, chunki men bu bog'iroqlarga, bu moli dunyoga haqli bo'lganim uchun erishdim. Men o'zimni aql, fahm, farosatim bilan va mana shunaqa bir oliyjanob bo'lganim uchun va shu moli dunyoga munosib bo'lganim uchun erishdim. Qiyomat agar qoyim bo'lgan taqdirda ham men bundan ham afzaliga munosib bo'laman degan mazmunda g'ururga ketdi va kibr qildi. Allohning yer yuzidagi ilohiy qonun shuki, Alloh taolo o'ziga berilgan ne'matga shukr qilmagan va ne'mat uni kibrga tortgan, kibrlanib ketishiga sabab bo'lgan insonlarni Alloh taolo bu dunyoni o'zida ham jazolaydi. Oxiratdan oldin bu dunyoni o'zida ham azoblaydi, jazolaydi. Bu insonni Alloh taoloning bergan ne'matlari shukr qilishga majbur qilish kerak edi. Shukr qilishga undashi kerak edi, lekin bu shukr qilishni o'rniga kibrga ketdi, inkor qildi. Alloh taoloni o'zini fazlidan berganini inkor qilib, o'zini aqllik va uddabron va bu moli dunyoga o'zi aslida munosib ekanini da'vo qildi. Uning birodari, ya'ni sherigi unga nasihat qildi. Kibrlanma, sen o'zingni insoniyatni tuproqdan yaratgan, undan keyin nutfa, bir tomchi suvdan yaratib, uni inson holiga keltirgan zotga, Allohga kofir bo'ldingmi? deb nasihat qildi, tanbeh berdi. Va aytdi, men Alloh taologa iymon keltirganman. Alloh meni Robbim deyman va Robbimga hech kimni sherik qilmayman dedi. Va yana unga nasihat qilib aytdiki, sen bog'ingga kirgan vaqtingda Alloh taolo xohlagan narsa bo'ladi. Kuch, quvvat, qudrat yolg'izgina Alloh bilandir desang edi. Agar kibrlanishning o'rniga mana shunday desang edi. Agar sen meni mol davlat va bola chaqa jihatidan, kuch quvvat jihatidan o'zingdan kamroq deb bilsang ham mana shunday deb kibr qilmasdan kamtarinlik qilsang edi deb unga nasihat qildi. Va yana aytdi, Alloh taolo istasa menga seni bog'ingdan ham yaxshiroq bog', moli davlat ato qiladi. Alloh taoloning qo'lida u. Bo'l desa bo'ladi. Senga bu moli dunyoni bergan Alloh menga ham berishga, undan ham afzalini berishga qodir. Agar seni bog'ingga osmondan chaqmoq yuborilsa, o't ketsa va sip-silliq bir yerga aylanib qolsa yonib, bog'rog'ing nima qilasan? Yoki uning suvi qurib, ikki bog'ni orasidan otilib turgan buloq qurib qolsa, yerga singib ketsa, suvini qayerdan topasan? Qanday qilib bog'ingni, rog'ingni saqlab qolasan? deb unga nasihat qildi. Lekin u mag'rur, mutakabbir inson uning nasihatini olmadi va quloq ham solmadi. Natijada nima bo'ldi? وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا. uning ikki bog'i ham bog'rog'i halok qilindi deyapti Alloh taolo. Alloh uni jazoladi, uning bog'ini ikkalasini ham halok qildi va u halok qilingan
paymol qilingan bog'lariga qarab ikki qo'lini bir-biriga urgan holida afsus nadomat qilib, qani edi men ham Robbimga hech kimni sherik qilmaganimda edi deb afsus qilib qolaverdi. وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مُنْتَصِرًا. Alloh taolo uning bog'ini ikkalasini ham halok qilar ekan, paymol qilar ekan, uni jazo sifatida. Unga Allohdan boshqa bir yordam beradigan na bir jamoat bo'ldi, yonida turib beradigan, na u o'ziga o'zi yordam berib bog'ini saqlab qola oldi, deyapti Alloh taolo. Alloh taolo bir balo yuboradigan bo'lsa, bir inson o'zini bog'ini yo o'zini saqlab qolishi u yoqda tursin, qancha davlatlarni, qancha buyuk quvvatga, qudratga ega bo'lgan insonlarni, davlatlarni Alloh taolo yo'q qilib yuborishga qodir. Hunalikal walayatu lillahil haqq huwa khayrun thawaban va khayrun uqba. U yerda ham, ya'ni qiyomat kunida ham saltanat va viloyat haq Allohnikidir. Allohnikidir. Alloh taolo bu dunyo Allohniki bo'lganidek, qiyomat ham Allohnikidir. Bu dunyoda ham hakam Alloh bo'lganidek, qiyomatda ham hakam Alloh taolodir va u eng yaxshi savob mukofot berguvchi va xayrli oqibatlarni berguvchidir, deyapti Alloh taolo. Ya'ni viloyat, hokimiyat, saltanat Allohniki bu dunyoda ham, qiyomatda ham. Mol mulk Allohniki, butun berilgan ne'matlar Allohniki. Nima uchun Alloh taolo aytayapti buni? Chunki u mag'rur inson bu bog'roqlarni Alloh berganini inkor qildi, o'zimniki deb kibrga ketdi, o'zini do'stidan ko'ra afzal bildi, yuqori oldi, men sendan afzalman, kuchliman dedi, boyroqman dedi va qiyomatni inkor qildi va qiyomatda ham mana shu narsani bundan ham afzalini topaman dedi. Alloh taolo beradi demadi. Mu'min inson Allohdan umid qiladi. Bu dunyoda ham Alloh taolodan yaxshiliklarni umid qiladi, qiyomatda ham Allohdan yaxshiliklarni umid qiladi. Har qanday taqvolik inson bo'lsin, men qiyomatda mana shunday yaxshi bo'laman deya olmaydi. Har qanday taqvoli insondan so'rasangiz, men qiyomatda falondek yaxshi holatda bo'laman deya olmaydi, umid qilaman deydi. Umid qilaman Alloh taolo meni xatolarimni avf qiladi. Umid qilaman Alloh taolo meni qiyomatda xo'r qilmaydi. Umid qilaman meni Alloh taolo qiyomat kunida o'zi yaxshi ko'rgan, o'zi rahim qilgan qullari bilan birga qiladi deydi. Demak, bu oyatlar bizga ta'lim beradiki, agar Alloh taolo bir ne'mat beradigan bo'lsa yoki ne'matlar beradigan bo'lsa, mol dunyo, kuch, quvvat, sog'lik va bolalar, farzandlar, nabiralar, bir zurriyot beradigan bo'lsa, aql, fahm, farosat beradigan bo'lsa va ishi yurib ketadigan bo'lsa, buni inson o'ziga nisbat bermasligi kerak. Men shunga munosib bo'lganim uchun, men shunga loyiq bo'lganim uchun bu narsalarni o'zim topdim, o'zim erishdim, kuchim bilan erishdim, aql, fahm, farosatim bilan erishdim, falon nasldan bo'lganim uchun erishdim, falonchini pistonchini o'g'li bo'lganim uchun erishdim degan narsani aytmaslik kerak. Balki agar ota-bobolari ham bir ahli ne'matlardan bo'lgan bo'lsa, davlatmanlardan bo'lgan bo'lsa, yo mana shunaqangi Alloh bergan
kuch, qudrat, aql, fahm, farosatga ega insonlar bo'lgan bo'lsa, Alloh taolo demak ota-bobolariga ham shu ne'matlarni Alloh bergan va bunga ham uni farzandlariga ham Alloh taolo beryapti. Buni shukrini qilish kerak va Alloh bergan ne'matlarini Allohning g'azabini keltiradigan narsalarga emas, Allohning rahmatiga sabab bo'ladigan, Allohning roziligiga yetaklab boradigan narsalarga sarflash kerak. Va bu ne'matlarni Allohdan ekanini inkor qilmaslik kerak. Allohdan ekanini tan olib, Allohga shukr qilish kerak. Chunki sog'likni bergan, salomatlikni bergan, aql, fahm, farosatni bergan Alloh, ishini yurgizib qo'ygan, ishini o'nglab qo'ygan Alloh, buni mol dunyoni bergan, bog'-rog'larni bergan, unga biz zurriyotni bergan Alloh. Shuning uchun har bir berilgan ne'matni alohida Allohdan ekanini tan olish, har bir ne'matga alohida shukr qilish va kamtarinlik qilish kerak. Chunki Alloh taolo boshqaga bermasdan nima uchun sizni tanladi? Shuni inson o'zidan so'rash kerak. Alloh taolo buni menga bermasdan, bu mol mulkni, bu ne'matlarini menga bermasdan boshqalarga berishi mumkin edi. Lekin buni menga beribdi, demak men Allohning huzurida boshimni egishim kerak, kamtarin bo'lishim kerak, bu ne'matlarga munosib bo'lishim kerak degan mazmunda inson tushunishi kerak, aqlini ishlatishi kerak va Allohni rozi qiladigan harakatlarni, amallarni qilish kerak. Ammo kibr bo'lsa, kibr bir kasallik, Alloh taolo uni inkor qilgan va yomon ko'rgan bir kasallik. Kibr insonga nisbatan kasallik bu. Mutakabbir bu Allohning ism sifatlariga kiradi. Allohga xos bo'lgan bir sifat bu. Allohga nisbatan bu kamol, kamolot, komillik. Lekin insonga nisbatan bu kasallik, bir past, bir yaxshi bo'lmagan kasallik. Bu iblisning odati bu. Iblisning kibrga ketganda Alloh taolo uni jannatdan quvdi. Baqara surasida Alloh taolo aytadi: "Va iz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblisa aba wastakbar va kana minal kafirin." Biz farishtalarga Odamga sajda qilinglar deganimizda farishtalar sajda qildi, faqat iblis bosh tortdi va kibr qildi, kibrlandi va kofirlardan bo'ldi, deyapti Alloh taolo. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Imom Muslim rivoyat qilgan hadisda aytadilar: "Ma tawada'a ahadun lillahi illa rafa'ah." Biror bir kishi Allohga mutavoziylik qilsa, Alloh taolo uni ko'taradi dedilar. Uni qadrini, qiymatini ko'taradi, dunyoda ham, oxiratda ham. Kim Allohga mutavoziylik qilsa, Alloh taolo uni ko'taradi. Bu ilohiy qonun bu. Kim mutakabbir bo'lsa, uni pasaytiradi, ya'ni xo'rlaydi. Va yana Imom Muslim rivoyat qilgan hadisda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytadilar: "Innalloha awha ilayya an tawada'u hatta la yafkhura ahadun ala ahad." Alloh taolo menga vahiy qildi: "Mutavozi bo'linglar, tavozi qilinglar" deb vahiy qildi. Hatto biror bir kishi boshqa bir kishiga faxrlanmasin, mutavozi bo'lsin bir-biriga deb vahiy qildi dedilar. Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya
والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. Mol dunyo va farzandlar, bola chaqalar bu dunyoning ziynatidir. Mol dunyo va farzandlar va Alloh bergan zurriyot bu dunyoning ziynatidir. Val baqiyatus solihat, solih abadiy qoluvchi amallar esa Allohning huzurida u savob jihatdan va orzu qilish jihatdan ham afzalroqdir. Ya'ni solih amallar, namoz, ro'za, zakot va mutavoziylik, Allohga ko'p shukr qilish, Allohning ne'matlariga shukr qilish, uni haqqini ado qilishga harakat qilish, butun ne'matlarni Allohdan deb bilish va Allohning hukmiga, diniga bo'yin egish, itoat qilish bu baqiyatus solihatga kiradi. Bu abadiy qoladigan solih amallar. Uning ajri savobi qiyomatda, oxiratda tugamaydigan solih amallar bular. Alloh taolo bularni afzaldir deyapti va bu umid qilishlikka munosibroq, loyiqroqdir deyapti. Albatta mol dunyo ham, farzandlar ham Allohning bergan bir ne'mati. Agar u mol dunyo haloldan topilsa va Allohni rozi qiladigan o'ringa sarflansa va uni shukri qilinsa, mutavoziylik bilan shukr qilinsa va farzandlar ham agar solih bo'lsa, yaxshi tarbiya berilsa, ular ham Allohning bir ne'mati. Ular ham mol dunyoni ham baqiyatus solihatga aylantirish mumkin. Inson o'zini moli mulki bilan jannatni sotib olishi mumkin. Alloh uchun Alloh yo'lida sarf xarajat qilsa, Allohni rozi qiladigan o'rinlarga sarflasa, uni xo'ja ko'rsinga emas, riyo uchun, sum'a uchun emas, Alloh uchun, Allohni rozi qiladigan o'ringa sarflasa, u shu sarflagan mablag'ini o'zini oxiratiga jo'natgan bo'ladi. Bu baqiyatus solihatga aylanadi. Farzandlarni ham solih tarbiya berib, ilm o'rgatib, Allohdan qo'rqadigan solih farzandlar qilib qoldirsa, o'zidan keyin yaxshi amallarni davom ettiradigan farzandlar qilib qoldiradigan bo'lsa, bu ham bir baqiyatus solihatga kiradi va sadaqatu joriyaga kiradi bu ham. Alloh taolo barchamizga insof, tavfiq bersin. Alloh taolo barchamizni xatolarimizni avf etsin. O'zi to'g'ri yo'lidan adashtirmasin. O'zi yaxshi ko'rgan yo'lini bizga ham yaxshi ko'rsatsin va o'sha yaxshi ko'rgan yo'lidan yuritsin. O'zi yomon ko'rgan yo'lini, amallarini bizga ham yomon ko'rsatsin va o'zi yomon ko'rgan yo'lidan bizni saqlasin, yuritmasin. Yaxshi insonlarni bizga hamroh qilsin, bizni ham ularga hamroh qilsin. Yomon insonlardan bizni uzoq qilsin va ularni ham bizdan uzoq qilsin. Alloh taolo barchamizni o'ziga shukr qiladigan, ne'matlarini qadrlaydigan qullaridan qilsin. Subhanakallohumma va bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka va atubu ilayk.